Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz O'zbekistonda yo'qolib ketayotgan bir udumimiz. Ya'ni udum, qanday udum? Bu hashar udumi. Eslasangiz bolalikda qishloqlarda shunaqa udumlar bor. Qo'chqorov, bugun qayerga keldik? O'rtog'imizning uyiga hashara keldik. Yangi uyga ko'chayotganda o'shanga ozgina yordam qilish uchun keldik. 3 etajli uy. Bolalar bilan to'lib toshib yashashga, lekin manzarani do'stimiz ham kutib o'tiribdi bizni. Manzarani lekin zo'r joydan tanlabsan, uyda ijarasini. Sababi do'stlar, mana bu yerda bor ekan, otlar. Mana bu yerda havuz bor. Kelib bolalar mana issiq kunda bemalol cho'milsa bo'ladigan havuz. Narigi tarafda otxonalari bor ekan. Mana bu fermerlar otxonasi. Bemalol otlarga tomosha qilib, qirlikka chiqib olib, choponni to'shab, Ko'pkariga shu yerda ketaveramizda. naryoqda qo'ylarni qarang, qo'ylarni. Keyin uyning ichini ham ko'ramiz do'stlar. Yaqinroq ko'rsatdim-da. Qo'ylar bor, dala, fermerlarning dalasi, o'rmonzor. Mana bitta 4 ta xo'jalik yashar ekan. O'zi nechta xo'jalik yashaydi do'stim? 10 ta xo'jalik yashaydigan bir mo'jazgina kichkina bir qishloqda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sog'liklaring yaxshimi? Ya, assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Yangi uylar. Muborak bo'lsin. Zo'r, chiroyli qilib ko'kka bo'yab qo'yibdi o'zi. Shu hasharga chaqirsang bizlar kelardik, shu ko'kini ham bo'yab berardik. Yani ichkarisini. Eng asosiysi ichkarida ish mehnat do'stlar. Bugun o'zbekcha oshni qilamiz va ichkaridagi barcha ishlarni yordam beramiz. Ko'chish ishlariga, keyingi safarga ko'chish ishlarini aniq qilamiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, bir tartibga olib ketdik qani. Otlarimiz borda, otamiz chiqib ketmasin. Ha, otaymi? Mana otlarni ham ko'rdik. Boshlangan do'stlar, hamma narsani olib tashlab, boshqatdan remont qilyapti. O'zi yashash uchun, farzandlari uchun yaxshigina bir mo'jaz. 2 qavat, 3 qavatli uy, imorat. 3 qavatli imorat. Hozir tepalariga chiqamiz, qarang. Ichkarida nimalar bor? Bu yerda shu mehmonlar uchun tualet, hojatxona bo'ladi. Men chunki proyektdan bilib boshlayapman. Bu yerda esa mana kotelni turibdi. Kotelni bilamiz. Nima bilan ishlaydi bu? Bu hozir o'tin bilan. O'tin bilan ishlaydigan, ya'ni yog'och bilan ishlaydigan, paraxa bilan yoki o'sha apilka bilan ishlaydigan. Mana bu yerda endi bitta rakpinasi bor ekan. Mana bu yerda menimcha dizel bilan ishlaydi bunisi. Hozir bu bilan chiqqanda. Ha. Bog'ishda bo'lyapti. Ha. Qo'ls bilan ishlaygan, shu yog'och bilan ishlaydigan. Mana bu sensorli ekan, вообще zo'r-ku, zamonaviydan qo'yibdi. Xullas, bu uyda isitib beradigan atapleniya do'stlar. Bu o'sha bochkada issiq suvda ushlab, mana graduslar ishlab turibdi, hozir 20 gradusda ekan. Chunki undan ziyod yoz payti unchalik zarur bo'lmaydi u narsa. Xudo xolasa bu yer endi kladovkada bitta, ha? Bu yer kladovka do'stlar. Endi tepaga qarab chiqamiz. Mana bu yerda rakvinalar qo'yilgan ekan. Nima uchun bu rakvinalarning joylari? Burga mana dush elimlar uchun. Burga qo'l yuvish uchun. Tashqaridan kirgan. Mana bizda nemis biz nemislar yerda. Nemis doimo bu hashar bilan o'zi nemis bo'lgan bilan bu o'zbeklarda hasharda doimo ishtirok etadi sizlar. Buni YouTubedan, Instagram kanallarimizda yaxshi bilasizlar. Xullas, ana bu endi bitta zal bo'lsa kerak bu yer, ha? Zalmi bu yer? Qarang, sizga bitta mikrofon berib qo'ysam, chunki mikrofonga yaqinmasangiz bu ovozingiz eshitilmay qoladi. Bizda uzilish, kesilish degan joyi yo'q. Bo'ldi. Bu yer oshxona, kuxna ekan. Endi kelinga ham zo'r joy ekanda, mana bitta oynalari bor. Mana bitta shu ovqatlanadigan joy qo'ysa, mana bitta yangi bitta kuxna garnitur, maza boyga maza deydi-ku. Tepaga qarab chiqamiz, xudo xolasa. Jahon, o'zingni ham olib ketaver. Bu bizning nemis o'rtog'imiz. Mana bu yerda endi mana bu qo'yib qo'yish kerak. Bu bolalarga sal anov bo'ladi. Bu zakaz qilgan keladi. Keladi, zakaz qilingan, chunki bolalarga panjarasi keladi. Bolalaring bor-da seni. Bu ikkinchi qavatiga chiqdik. Endi nemischasiga erstaga shos deyiladi va o'zbekchasiga ikkinchi qavat deyiladi. Chunki yer qavat degan so'z tushuncha yo'q bizda. Bu yerda qanday? Kirish hol zo'r. Kladovka ham bor ikkinchi etajda, bu ham zo'r. Va mana bunisiga qaranglar deydi. Bu yerga qaranglar. Wow. Bu bitta Kinder Simmer. Bu bitta bolalar uchun. Bolalarga. Bolalar uchun. Bu отдельный dushi, tualeti bor. Oshxona, mana tualeti, vanyasi bor bolalar uchun alohida.
yerga o'g'lingni qo'yib qo'ysang, ana o'zi prikol esladingmi? Ana подростковый payti shuni yugurib tualetga kirib ketamiz deydi. Xullas shunday. Endi unaqa qo'pol hazillar bo'lmaydi bizda. Mana bitta yana общий bitta o'sha dush, vannasi bor ekan, ikkita rakvina, tualet, hammasi cho'tka. Ichkarida bu kilosi ham bor ekan. Mana bitta ko'raylik qani, bismillah. 84 kilo eganim. 84 kilo. Hali tashlash bo'pti, 86 kilo edim. Ichkarilarni ko'rsat, mana ichkarilarda vannalari. Bitta salgina bir yaxshigina. Bular yangi bo'ladi, nasibsa yangi zakaz qilingan bular. Ha. Dush kabinalari yangi bo'ladi. Endi bu yog'i bitta zal. Zal, Ya'ni Wohnzimmer. Wohnzimmer, ya'ni o'zimizda tilda aytganda mehmonxona. Shunday deyiladi-da. Shunday yani. Mehmonxona, Wohnzimmer. Endi Siz mehmon olib kelsangiz yerga o'tiramiz. televizor ham bor ekan. Televizorlarni tashlab ketdi. Televizorlarni ham berib ketibdi. Ana u eski turgan odam. Bu yerda yana bitta spalniya. Bu kimga? Spalni. Ota-onalar uchun spalni. Ota-ona uchun. Kichkinalik qilmaydimi? Ne bo'ladi? Bo'ladi. 2 kishigacha-da. Bo'ladi. Endi tepasiga chiqamiz. Tepasiga. Tepada 3-qavat yoki nemischasiga 2-qavat. Ya'ni nemis tilida yer qavat degan tushuncha bor. Endi o'zbek tilida u 1-qavat deb yoramiz biz. Lekin aslida yerdagi qavat deyilishi kerak. Bu yerda ham bitta bolalar uchun bitta yoki mehmonlar kelib qolsa bitta joy bor. Bu yerda ham alohida bitta nimasi? Banya, tualet, hamma narsasi. Ham vannasi bor, ham dushovoy kabinasi bor. Вообще zo'r. Вообще молодцы. Bu chiqish joyimiz. Hozir keldik bu yerdan va bu yerda nima bo'ladi? Zalda bu ham bitta. Bu ham Kinderzimmer bo'ladi bolalar uchun. 3 ta bola bor-ku, 3tasiga adin Kinderzimmer bo'ladi. Ha, uni endi bu bilasizmi, oldingi ijara beruvchi 3 ta oilaga bo'lib bergan ekan. Hozir O'zbek akamiz daromadingizga Alloh doimo baraka bersin. O'zbek akamiz butun bitta uyda olaman jo'radida, necha pul turasan dedi, nemisga qiltan. O'zbek akamiz dedi, sizga arzonroq qilib, lekin uyda hammasini bittada. Chunki O'zbekda nima ko'p bola chaqa. Bolalari katta bo'lyapti, qiz, o'g'il, alohida xonasi bo'lgani yaxshi do'stlar. Siz ham chet elda immigratsiyaga uchrasangiz, bizga o'xshab migrant bo'lganingizda bolalaringiz tarbiyasi eng muhim joyi. Chunki qiz bola alohida, o'g'il bola alohida o'sib, ulg'ayib, eng muhimi shu o'zimizda diniy tushunchalar bilan, tarbiyaviy, madaniy tushunchalar bilan qilsangiz bo'ladi. Qarang, endi eski menimcha bitta ayvon va bu yog'i dala. Aytda 4-5 ta qo'shnining uyi ko'rinadi. Boshqa hech kimning uyi ko'rinmaydi. Bu tinch. Bilasizmi, nemislar qanaqa joyda? Qanaqa joyda yashaydi nemislar? Tinch bo'lgan joyda, shaharga uncha maqolmaydi. Siz Germaniyadagi shaharda yashasangiz, siz nemis madaniyatidan uzoqlashib ketasiz. Siz Germaniyaning qishlog'ida yashasangiz, boylarda atrofida yashaysiz. Orasida yashaysiz. Sababi puli bor odam moshina shovqinidan, toza tabiatdan va eng zo'r landshaftdan bahramand bo'lib yashaydi-da. Men nemisni o'zi gapirsin qani? Nima deydi? O'zlar tinch joyda yashaydi. O'zi ham tinch joyda yashaydi. Shunday. Kichkina shaharcha 35 ming aholi. Siz nima deysiz, Qo'chqarov? Bir narsa deymi qani? Havas qilyapsizmi? Ha, albatta. Havas qilyapmiz. Yaqin 1-2 yil bo'lib qoldi menimcha. Fransiyada shunaqa bo'layotgan ekanda. Ko'pchilik markaziy shahar, katta shaharlardan qishloqlarga ko'chish Shunday. ommaviy tarzda o'tyapti yani. Bunga 1-2 yilcha bo'lib qoldi taxminan. Endi biz do'stlar birgalikda hammamiz birgalikda hasharni boshlaymiz. Ana videoda davomida ziz tez o'tib ketadigan joylari ana shu endi boshlanadi. Orada gapiramiz, sekinlashtiramiz, bir gapiramiz, yana ziz tezlashtirib yuboramiz. Shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa. Ana landa o'yin boshlandi. Hashar kiyinib oldi. Spetsialni. Oyoqqa kiymabsiz-ku. Oyoqqa bilasizmi? Mana bunaqa temirli bo'lish kerak. Ha, ichida temir bo'ladi. Temirli. Unda ham bormi sizda ham? Bu Germaniyada eng maxsusda bu. Qarang, bu temirini. Temir, bu temiri nimaga kerak? Siz Germaniyada sanoatda ishlaganingizda og'ir yuklar bilan yoki boshqalar bilan bu обязательно. Qayerdaki ishlamasangiz so'raydi. Germaniyaning ko'p joylarida so'raydi. Ammo nemis biladi buni. Nemis boshlab yubordi o'z ishlarini. Haqiqatan hayalsiz do'ygan kiyib olibsiz-ku mana.
Doyka bu Germaniyadagi eng katta chorva mollari uchun Buni- oziqa ishlab chiqaradigan Tamam, zavod. ne yaptık onu? Zavoddan biri. Ishlamayapti? Ya kime yaptı lan? To'xta, endi men urinib ko'ray, man. Paska bastı bitti. Paska bastı. Tushirib yubormayman ichiga. Yo'q, tushiramiz. Bosh qolaman. Ya turma çıkmıyor. To'xta, ber. Oy. Keşke karamamanda şunsiga. Anımızga karam. Bo'ldi. Zo'r, yaxshi tushunarkansiz-da? Ha. Bunga emas bu. Sababi bu ushlamayapti bu. Quduq ham bor ekan bu yerda. Ha, ana. Nemislarda ham quduqlari bor ekan. Bu yangi do'stimizning uyida, ana. Qudug'i. chiqishini qarang. Qaqshab. Brunnen. Was aus der Brunnen war? Nemislar bir nima dedi. Eshitdinglarmi? Yana bitta aytish maqolingni. Yok, kardeşler. Doğrusu. Ha. Quduqdan kelyapti. Kommt das Wasser aus dem Brunnen dedi. Ha dedi keyin. Shivada gaplashadi, bu Bavariyani shivasida bosadi. Shvebish shivada bosadi. Germaniyada shivalarning ham turlari ham ko'pda, bitta qishloqda ham bitta shivasi bor. Misol vaqtda Frankish gapirishadi. Frankish Bu yer Mittelfrankenda bu yer. Frankish. Frankish. Lekin Frankishni dalaligi edi. Voh. Mana o'zimiz Chevrolet Gentra. Made in Uzbekistan. Qo'llarni yuvib olaylik, keyin oshni boshlaymiz. Do'stlar. Bitta bo'lsa suv Ha. Muzdek. Va. Şurada. Alhamdulillah. Evde. artezianskiy. Bilmeyin özünü ne kadar. Toza suv degan. Toza suv, ha. Beksin böyle şalgası var. O'zimizdagi bolalikdagi o'sha pishma quduq. Qo'shrabotchasiga pishma quduq deyiladi bizda. Beksin böyle şalgası. Ha. Bunaqasiga. Yo'q, ha, YouTube'ga ketyapti-da bu bunday. Yo'q, bunaqa. Yo'q, bunaqasiga. Mana shunday ishlar. Chunki YouTube'ga ketayotgan narsani shunday qilish kerak. Ha. Hozir oshni boshlaymiz. Neymiz shu yerda? Shovla. Bismillah. Shovla. Do'stlar, Xudo xolasa oshimizni boshladik do'stlar. Birga bo'ling. Videoning oxirida qiziqlari bor. Sig'ir yog'i. Sig'ir yog'i. Zira. Magiz, Navod. O'zbekistonlik. Guruch. Va go'sht. Wow.
Nima edi bu? Zig'ir yog'i. Zig'ir yog'i. Piyoz solamiz. Hoppa. Bu piyozni nima soldik? Piyozni bir qizitib olish uchun piyoz bilan yog'ni qavurib turib mazasini ta'mini ushlab qolish uchun. Do'stlar, qoraygan holat, mana shu holatda kuydirilgan holatda olib tashlash kerak buni. Yo'q, buni tagiga sepiladi. Yonadi keyin olov. Olov yonadi. Nima olib borish kerak? Olma? Kola. Qurilishini qarayman mana uni. Aralashtir. Polni. Aytganingdek bo'lyapti. Choyxona bo'lyapti-da hozir. Aha. Yaqinroq bo'lyapti choyxonaga. O'zbekistondagi Samarqand. Bitta tarafgami? Hamma joyga sochib. O'rtada novot soldim. Sol. Quduqda hozir pishuvimiz. Xo'sh, ketdik. Bitta tortasiz yaxshilab oxirigacha ana endi suvi ham naf boryapti. Shuni qarang. Ko'rinyaptimi, do'stlar? Bo'ladi. Quruq ishlashini ko'ringlar. Nima do'stlar? Bo'lyapti. Ulan. Bismillah. Almashtirdi. Gibt von oben so bestrichen ganz schön. Und das wird so beschichtet. Also zuerst kommt das Reis, obendrauf kommen die Karotten, danach das Fleisch und nach die getrockneten Rosinen. Ja, das wird so Schicht für Schicht für Schicht auf den Teller Nemis drauf tarjima gemacht. qilyapti. Nemis oshni o'rgatyapti. Genau. Das Kunst ist, dass man die nicht miteinander so vermischt. Also dass es nicht so gemischt ausschaut, dass der Reis separat ist, Karotten separat, Fleisch separat und die getrockneten Rosinen. Auf separate Art und Weise werden die auf den Teller dann drauf gemacht. Aber ein bisschen noch warm. Sie haben da keine Allergie für den Gewürze, oder? Nein, super. Und wenn, dann weiß man das hinterher. Ja. Danach muss man so da drauf so ein bisschen klopfen. Da entsteht so ein Geräusch. Da kommt so ein Geräusch zustande. Um feststellen zu können, ob das Reis schon fertig das Wasser bereits aufgezogen hat. Leinsammelöl. Leinsammelöl.
Erste Stock, Erdgeschoss noch nicht. Was ist Erdgeschoss? Das wird erst auf die Nemislar sig'mayapsiz do'stlar. Da ganz jetzt Nee, nee, der muss Wand auch geputzt werden. Ja. Okay. Wow. Vielleicht das macht. Endi uni ham torting. Hat's eingerastet, ne? Aber wenn ich streichen muss, können wir auch gerne machen. Das ist kein Thema. Wenn die jetzt sagen, Nemislar injenerlar. Erst muss man sehr Ingenieurlik komisch. anisi. ja, Sonst ja, sind die Farbe gleich wieder dreckig. ja klar. Ja, ja. Nee, da machen wir unten gar nichts. Nur da oben. Okay, die Finger. Raus vielleicht. Und dann den Boden rausmachen von Ja, vom Schlafzimmer. Perfekt. Nimaga? Also wir brauchen so einen großen Topfkocher. Das ist das kleinste. Es gibt 100 Liter bis 1000 Liter. Auf 30, 40 Kilo Reis. Das gibt es bei uns auch, wenn quasi geschlachtet worden ist. Dann haben wir auch so große Bottiche. Ja, und das ist einfach auch das Fleisch. Yaqin kelib. In der Art von Go'shtni mana buyoqqa oladingmi? Taryalga kamlik qilmasligi uchun. Ha. To'xta, birinchi so'z bo'laydi ozroq. Ha? 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 Edle Sachen. dein Kunde. Ja, dann. Vorgestern, letzte Woche kurz da. Ja, Koch. Ja. Bo'ladi hozir bizlarga. Bitta yana go'sht qoldi. Aka bitta go'shtni olib chiqish kerak. Tashvotti. Und schmeckt es lecker? Ja, super, danke. Akalar, ayollar bilan kelgan. Nemislar juda ham ko'ngli keng va ochiq bo'ladi, yordamga doimo. Mana bu xonadoniga kelib, kamchiliging yo'qmi? Hat's euch geschmeckt? wunderbar. Ja? Tog'a Okay. Sehr gut. bitta tarifdan Freut uns bo'shatib, sehr. xotiniga yordam beryapti. Молодец. Yoqdi. Danke, dass ihr uns eingeladen Endi nemislarda shunaqa Gerne. madaniyat bor do'stlar. Hättest dich eingeladen. Ular tovoqqa Jeder, der tushgan vorbeiläuft. narsani yoki ichimligini oxirigacha ichib qo'yadi. O'shanga yarasha shveytsarskiy stol deymiz-ku, o'ziga yarasha tarelkasi olib mana bunday bo'shatib qo'yadi. Islom ham hozir integratsiya qilib to'liq madaniyat shakllantirib bo'ldi. Bu yoq kuchanyapti, yangi kelganda. O'zbekistonda qoldirib qo'yadi. Bu madaniyat eng yomon madaniyat. Nafsingdan ko'pini olib, yeyolmasdan uni isrof tashlashing bu nafsingni qulligidan davolat beradi do'stlar. Shuning uchun nafsingga qul bo'lmasdan mana buni oldi. Ikkomizda qolib ketadi hozir. Do'stlar, bizlar ham tushunayapmiz hozir. Ikkinchi ikkomiz bitta tarelkada olayotgandik. Qanaqa qoldik. Hashar davom etyapti. Nima ish qilyapti? Ha, ko'chqab. Matematikada dissertatsiyaga qo'yapti. Hashar, ehtiz bo'lasiz. Men zinani ham Sen tushgan решеткasi yo'q. Hashar bo'lyapti do'stlar. Ha. Bizniki mana bunda. Shundoq qilsak, ochib ketdik. Olamiz do'stlar. Ish qizg'in davom etmoqda. Ish ko'tarma bosh, oshni yedik. Endi istiqbolimiz. Oba, qilib barakatlanib sekin. Qolganlar pastda. Nemis nima ish qilyapti deymiz. Polni buzdim, polni. Pol. Mana? Ha, polni buzgan. Ye, ana. U tuplonni narsani chiqarib tashlamadi. Ya o'tipilda turadi. Yangi pol keladi. Printus bilan birga. Yeymiz. Bosyapti. Da wird's geschafft auch. Schaffen, schaffen, schaffen. Nicht einfach fuscheln. Schaffen, schaffen, schaffen. Mana bu nemislarni aynan polini ko'ryapsizmi? Polini. 4 qavat. Mana bu beton teplый pol qilingan. Ustidan kabel yotqizilgan. Tagida betonni anavi bor. Yengil beton bor. Keyin mana bu o'sha plastik. 2 marta plastik qo'ygan beton. Bu hasharchilar. O'zbek o'g'lonlari.
Shu bolalikdagi hashar mana hozir ham davom etyapti do'stlar. Lekin ko'p joyda unutilib ketyapti bu hashar. Mana neymiz? Evet. Yaptı Oqbo'tayev degani kelgan, Oqbo'tayev. Bizni shogirdlardan bu bola. Germaniyaga o'zim olib kelib, mana hozir paytda qurilish firmada ishlayapti. Aka keldi mana. Kechga tayyorgarlik. Xonalar ko'rasizlar, mana qanaqa oqlab qo'ydik. Qilib oppoq qilib. Yana suv bormi? Olib kelamiz. Shu qilgan mehnatimiz bugungi. Zo'r bo'ldi. Shunday do'stlar, Xudo xolasa bugun yakunladik mehnatimizni. Ko'raverasizlar. Kerak bo'lsa aytaverasizlar, mana shu yerda hashar qo'yaveramiz do'stlar. Mana ham olib qo'yish kerak endi. Voy. Mana ham yuvish kerak. Hatto. Oshxona. Холодильник. Chiqartirish kerak ekan. Davay. Bahodir. Davay. İçiga tashlab yubor bo'ldi. Ichiga emas. Ichiga emas. Холодильник alohida musulku. Ha, bu alohida. To'xtab tur, men Kamolni oldiga o'tib olay. Mana videoga olib tursan. To'xtab turgan oyog'ini tayib tushib ketma. Mana telefoningni ol. Ne gap ya, shuncha ish pulli bo'lgan gap yo'qlar. Hasharchilar bo'ldi. Ha, Oqbo'tayev. Bo'ldimi? Nemis qorni och qolib shekilli. Nemis qorni och qoldi-da, shuncha ishdan. Ketadimi? Ha, hammaga siz? Hammaga qilaman. Ketadi ha. Hamma ohakni tozalayapti. Eng qizig'i mana shu quduqdan suv chiqyapti do'stlar. Hozir. Menikida 300 qancha ham edi? Malades sana. Sana o yerdan topsang sana. Kvartira berish kerak. Men birovni puli. Endi qanaqa kvartira berish kerakligini aytdi. Bollarni pulida u kvartira turgan. Kvartira turgan puli bittasi 300 euro beruvdi. Uni go'shtga to'lib boramiz, kvartiraning pulini u yerdan beramiz. Biz ham video berakmi egasini ham. Ha, oy. Mana. Shuni ochib tashlashimiz kerak-da. Bo'ldi xolos. Ishlarik do'stlar, Aka, asosiy katta ustalar, usta. Usta bo'lar. Nima qilish kerak? Kulishning bo'lishini olib tashlash kerak. Bo'ldi. Jahon, qara. Shuni olib Yo'q. Qarabda narsa qil. Jahon biz ana qo'y, Jahon. Mana. Katta asosiy oshpazlardan. Tagini yoqasan. Ha. Uni yog'ini olasan-da, ozroq yog'ini olib tashlaysan, bitta yaxshi istasan. Ha, istayman. Savdo. Normal yeb ketamiz. Mana.